Fotima onamizning vafotlari. Fotimai Zahro onamiz vafotlariga yaqin qolganda Asmo binti Umaysga vafotimdan so'ng meni erkaklar oldiga pardasiz chiqarishingizni o'ylab juda uyalib ketyapman degan edilar. U paytlarda ayollarning mayiti kafanga o'ralib, usti yopilmasdan olib ketilardi. Asmo binti Umays Habashistonda ayollarning mayitlariga xurmo shoxlaridan chodirga o'xshab tayyorlangan tobutda olib ketayotganlarini ko'rgan edilar. Fotimai Zahroga bu haqda aytib berganlarida ularga juda ma'qul bo'lgandi. O'shanda ularga ham shunaqa tobut tayyorlashlarini so'ragan edilar. Islomda tobutga solib, qabristonga olib borilgan birinchi ayol jasadi ularning muborak mayitlari bo'ldi. Janozalarini Hazrat Abbos yoki Hazrat Ali o'qidilar. Vasiyatlarga ko'ra, Hazrat Ali va Hazrat Abbos hamda uning o'g'li Fazl tomonidan Jannat-ul Baqiy qabristoniga dafn etildilar. Alloh taolodan Fotima raziyallohu anha onamizning zohidona hayotlaridan, axloqlaridan hissalar berishini va barchamizni shafoatlariga nasib aylashini so'raymiz. Amin. Azizlar, eshittirishlarimiz sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.